4 yildan so'ng $3000 maosh oladigan kasb egasi bo'lishni xohlaysizmi? Bu fantaziya emas. Bugun sizlar bilan dizayn, IT, marketing yo'nalishlarini o'z ichiga olgan zamonaviy universitetlar haqida gaplashamiz. Va bu universitetlar sizni to'g'ridan-to'g'ri talab yuqori bo'lgan kuchli kasblarni tayyorlaydi. O'zbekistonda ham bu imkoniyatlar mavjud. Sizdan esa faqat to'g'ri tanlov qilishingiz lozim. Aynan shuning uchun ham biz sizlar uchun yo'nalishlar, imkoniyatlar, grant qanday kirsa bo'ladi, shu bo'yicha xaritani tayyorladik. Bizning Telegram kanalimizda sizga qanday kasb mos, qaysi universitetga topshirsa bo'ladi va qanday qilib kontrakt pulini to'lamasdan o'qisa bo'ladi, ya'ni grantga tushsa bo'ladi. Mana shu savollarning hammasiga siz Telegram kanalimizdan javobini topsangiz bo'ladi. Uning uchun esa siz mana shu havola orqali o'ting va bizga obuna bo'lishni unutmang.